Yorqin ishxonaga nimaga kirmading? Birga tushlik qilardik. Bugun oshxonada zo'r xizmat qilishibdi. Ishtaham yo'q. Nima bo'ldi o'zi og'ayni? Nimagadir kayfiyating yo'q? Yo'q, yaxshi. O'zim shunchaki charchagan bo'lsam kerak. O'rta aldama. Men yaqin og'ayning bo'lsam, bitta joyda ishlaymiz. Oldinlari pozitiv, quvnoq bola eding. Hozir o'zgargansan ancha. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Aytur menga. Esingdami uylanganingda ham sendan baxtli odam yo'q edi. Shunaqa. Keyin umida xonador bo'ldi. Ota bo'lishimni eshitib, osmonda yurdim. Mendan baxtli odam yo'q edi. Lekin afsus, quvonchimiz uzoqqa bormadi. Hozirchi yana farzand kutyapman deganding, to'g'rimi? To'g'ri. Bir tarafdan umid ham paydo bo'lgan. Ularni hammasi sinov o'rtoq. Hali ko'rasan. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Ko'rmagandek o'tib ketasan. Bitgandan keyin Hali ko'rasan, baxtli kunlaring albatta qaytadi. Undan ko'ra yur ishxonaga kiramiz. Ishlab odam chalg'iydi. Piyoda o'tirmaydi, yur. aytganing kelsin. Mayli, yur. Ketdik. Umida, ani ko'ylagimni qayerga qo'yuvdingiz? Ha, Umida? Qo'yningiz ayniyaptimi? Ko'nglim ayniyapti, oji. Biror yoqmaydigan ovqat narsa yegandirsiz-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, tinchlik? Xotiningga qaragin bor. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Ko'nglim ayniyapti. Yorqin, menga qara. Tez shifokorga borib ko'rsatib keling, xo'p? Xo'p. Bo'la qol. Menga qarang. Men pastda bo'laman. Tez kiyib tusharsan, a? Shifokorga boraman. Olmaydi. Kim olmaydi? Hech kim javob qilmaydi. Nima qilsam ekan? Bu doktorlar ham aniq javobni aytmayapti. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin. Qo'ng'iroq qilsam ekan. Keldingmi bolam? Qo'ng'iroq ham qilmaysan-a? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yaxshi borib keldingmi? Kelin ahvoli yaxshimi? Nega jimsan? Gapir. Senga telefon qilsam ham olmaysan. Umidaga telefon qilsam ham olmaydi, hech kim olmaydi. Xavotir olib o'tiribman. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yana homilasi tushib qoldi. Yana tushib qoldimi? Essiz go'day bola, essiz. Nega unaqa bo'ladi? Ikkinchisi ham nobud bo'ldimi? Oyi. Faqat bolaga achimasdan, umidaga achinsangiz ham bo'lardi. Bechara kechadan beri juda ham joni og'ridi. Meni ham jonim og'riyapti, bolam. Men ham orzu-havaslarim bor edi. Dunyoga jar solib yurdim. Xudo xolasa navarali bo'laman deb maqtanib qo'ygan joylarim bor edi. Nima bo'ldi? Nimaga? Birinchisi mayli, ikkinchisi ham nobud bo'ladimi? Essiz. Homilasi tushib qolishiga nima sabab bo'ldi? Og'ir anemiya.
Og'ir anemiya. Kam qoldik. Voy. Ko'rsatmagan doktorlarim qolmadi-ya. Shunaqa gaplar. Voy. Qayoqqa ketyapsan? Shifoxonaga. Hozir keling o'zi shifoxonadan. Ha, dori darmon uchun pul kerak edi, shunga kelgandim. Pul? Ha, pul o'lsin, ha, pul o'lsin. Bo'pti. Hozir olib chiqib beraman. Nuqul pulni sovurganing sovurgan. Oyi, O'chari. Opa! Opa! Kim? Opa, uydamisiz? Ha, Karomat, sanmi? Kiraver. Voy, Assalomu alaykum. qalaysan? Yaxshimisan? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, nimaga kiyinmagansiz? Ey, o'tir. Bozorga boramiz degandingiz-ku? Hozir bozorga borishga kayfiyatim yo'q. Nima bo'ldi? Hozir- Tinchlik? Ichimga chiroq yoqsa hozir yonmaydi o'sha chiroq. Kecha Umidani tobi qochib qoldi. Keliningizmi? Xo'sh. Keyin o'g'lim uni olib ketdi shifoxonaga. Bugun mana ertalab yomon xabar keldi. Hey, yana homilasi tushib qolibdi. Yaxshi bo'lmabdi, opa. Yaxshi Bu bo'lmabdi. ikkinchisi. Siz o'zi davolatganmidinglar? Nima davolatmas ekanmiz, olib bormagan doktorimiz qolmadi. Rasm davolatdik. Birinchisi ham mana tushib qoldi, ikkinchi homilasi ham mana tushib qoldi. Bilmadim endi uchinchisi nima bo'ladi. Opa, hozirchi hamma kelinlar mana shunaqa. Davolatmaguncha bo'yida bo'lmaydi, hali tuqqunicha ham davolatishdan bosh chiqmaydi. Siz siqilmang. Siqilaman-da endi. Ne orzu havaslar bilan o'g'limni uylantirganman. Ikkita qizimdan ko'ynim to'q. Endi shu bitta o'g'limdan endi orzu havaslar bilan to'y qildim bilasan. Shu qizga uylanaman, shu qizni yoqtirib qoldim degancha uni ko'yniga qarabman. Endi yoshiga qaramabman. Endi yoshgina chiroylikgina qizib olib beribman. Mana shu o'g'lingizni qo'yniga qarab adashdingiz, opa, adashdingiz. Bilasiz, siz o'sha haligi men ko'rsatgan qizga uylantirishingiz kerak edi. Sal gapingga quloq solmadim. Xatoyim shunda. Shu o'g'limni ko'yniga qaradim-da, shuncha xato qildim men. Hali ham bo'lsa, kechamiz. Nima deganing bu? Opa, sodda bo'lmang. Bu bola tug'olmas keliningizni nima qilasiz? Boshingizga urasiz? Undan ko'ra issig'ida shartda ajrashtirib yuboring. Gapirish oson sanga ajrashmish. O'g'lim ko'narmikin? Unda nevara ko'rmay armonda o'tib ketasiz. Umr birpasda o'tib ketadi. O'zim ham bir shu to'g'risida o'ylab yuribman-u. Lekin Opajon, o'g'lingiz sizni qiynalganlaringizni biladi deb o'ylaysizmi, a? O'g'lingiz sizni ko'nglingizga qarasin. Mana shuncha chidadingiz, sabr toqat qildingiz, 2 yildan oshdi kelin qilganingiz. chidadi. Nabira kutdingiz, indamadingiz. Ha, bo'ldi-da. Xullas, mana shu keliningizni bahridan o'ting. Shartta ko'z yumingda ajrashtirib oling. Umida. Eshitgan gaplaringga e'tibor berma, hop. Yoningdaman. Sizni qiynalayotganingizni bu bolalaringiz biladi deb o'ylaysiz? Siz o'zingiz uchun yashang, sog'lig'ingizni asrang, o'zingizni ehtiyot qiling. Bu dunyoga bir marta kelasiz, opa. Mazza qilib orzu havaslaringizni ko'rib yashamaysizmi? To'g'ri aytasan. Ana, kelib qolishdi. Assalomu alaykum. Kelinglar bolalar, kelinglar. Va alaykum assalom.
Yaxshi kelyapsizlarmi? Layli Majnundek. Va alaykum assalom. Umidaxon yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xola yaxshimisiz? Omon. Ishlaring yaxshi. Oyijon, kechiring iltimos. Sizga yaxshi xabar olib kela olmadim. Nima qilamiz endi, xudoning ishi bu endi. Ha, bolalarim, mayli. Ichkariga kiringlar. Ay. Ochig'ini aytaymi, opa? Biram sovuq keliningiz. Jiyanimga sirayam mos emas. Qayoqqa qarab kelin qilgansiz buni? Umida, Oyijon, nima yotibsiz? Ha? Uyda shuncha ishlar turibdi. Kim qiladi bu ishlarni, a? Kirlarni yuvish kerak, hovlilarni supurish kerak, ovqat qilish kerak. Yotib olganingizni qarang. uzr oyijon, kechiring. Haligi ozgina mazam bo'lmasdan holsizlanib ketayotgandim shunga. Ha, nimaga holsizlanasiz? Ikki qatmisiz? A? Ikki qatmisiz? Holsizlanasiz? A? Turing. Ishlarni qiling. Qonim kamaygani uchun tetik bo'lolmayapman shekilli oyijon. Ikkinchi bolangizni ham asrab qola olmadingiz. Bechora bolamni boshi egildi. Men ham zo'r g'atda boshimni ko'tarib yuribman. Ko'chaga chiqsam qo'shnilarim, mehmonga borsam qarindosh urug'larim, voy opajon qachon nevaralik bo'lasiz deb beradigan savollariga boshim egilib qoldi, javob bera olmayapman men ham. Oyijon, men ataylabdan qilmayapman-ku. Ha, ataylab qilmayapsiz, to'g'ri, ataylab qilmayapsiz. Kelin bo'lib chiqqaningizdan beri bitta ishni qoyillatganingiz yo'q, a? Nima buncha bunaqa nozik bo'lmasangiz, a? Unda epchil bo'lish kerak-ku, qiz bola. Voy, sizni kelin qilib men o'zim adashibman. Oyijon, ko'ngli og'rib qoladi hamda men sizni. Sizni ko'nglingiz og'ridimi? Mani ko'nglim yo'qmi? Mani ko'nglim og'rimayaptimi? Mani ko'nglim bilan kimning ishi bor? A? Men ham odamman. Men orzu havaslar bilan bitta o'g'limni uylantiraman, kelin qilaman, nevarali ko'raman deb dag'ilma to'ylarni qildim. Qani orzu havaslarimga yetishdimmi? Men ham o'zimga yarasha orzu havaslarim bor edi. Qo'ni qo'shnilarga o'xshab 5 to'ylar qilishim bor edi. Nima? Nima bo'ldi endi? A? Ezilib yotaversangiz, ezilib yotaverasiz. Undan ko'rasi turingda chaqqon bo'ling. Ozgina bo'lsa ham chalg'ish kerak. Mehnat qilish kerak. Oyijon, bitta gap aytsam maylimi? Nima gap? Doktor shifoxonaga yotib davolaning degandi. Kamqon bo'lganim uchun dori-darmon ham yozib bergandi. Keyin qon bosimim ham o'ynab turadi. Uyda ham dori-darmonlarni ichib tursangiz hech narsa qilmaydi. Shifoxonaga borib yotib olish shart emas. Tushundingizmi? Bilasizmi? Mana rahmatli buvimlar 9 ta farzand tuqqanlar. Biror marta shifoxonaga yotaman demagan ekanlar. Hozirgi yoshlarga hayronman. Hammasi o'tim og'riydi, butim og'riydi. Shu shifoxonaga borib yotib dam olsa bo'ldi, a? Ular bahonasi shu. Siz oldin bitta bolani tug'ing, eplang, katta qiling. Ana undan keyin shifoxonani o'ylaysiz, xo'pmi? Hech narsani eplamasdan turib shifoxonaga boraman deysiz? O'rgildim. Kiring o'rningizdan. Bir ko'rpa bo'lib yotmasdan. Bu mekanlarda 9 ta farzandni tug'ib, katta qilib. Kiring o'rningizdan.
Allo. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom qizim, yaxshimisan? Oyijon. Qachon kelasiz? Men sizni sog'inib ketdim. He, ha yaqinda bordim-ku qizim. Sog'liklaring yaxshimi? Yaxshi emasman oyi. Yaxshi emasman. Oyijon buydi. Xuddi begonadek bo'lib qoldim. Unday dema. Hali hammasi iziga tushib ketadi. Oyijon, mani buyday ketganim yaxshi. Iltimos. Iltimos keting. Bu qanaqa gap bo'ldi? Oilangni asrab qolgin. Yorqin yoningda, undan voz kechmagin. Kuyovim aqlli, ko'pni ko'rgan yigit. Seni doim himoya qiladi-ku. Bilaman, lekin mani deb qiynalib qoldilar. Boshlarini egib qo'ydim oyijon. Yo'di men keting. Xohlamayapman bu yerda yashashni. Bo'lmag'ul gaplarni gapirma. Umida, jon qizim, irodali bo'l. Ha turmush mushti bilan-da bolam. Hali hayoting oldinda. Ko'p farzandlar ko'rasan, xudo xolasa. Oyim baxtli bo'larmikinman manam. Umida? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hey. Yana yig'lab o'tiribsanmi? Nima bo'ldi? Oyijon har gaplarda chaqqanlar chaqqan. Nuqul hamma ishlarimdan ayb qidiradilar. Har doim kesatib gapiradilar. Qiynalib ketdim. Oyimni fe'llarini bilasan-ku. Eshitmaganga olib yurur. Qanaqasiga eshitmaganga olib yuraman? Bitta uyda yashaymiz-ku, Yorqin aka. Shunaqa eshitmaganlikka olib yurishim mumkinmi? Bunaqa gaplar bir kun kelib tugaydi. Aytishadi-yu, suv loyqalanib albatta tinadi deb. E'tiborli bo'lmagin, xo'p? O'zingni o'yla-ga. Ha? Sen siqilaversang, men ham siqilaman. Yorqin aka, e'tibor qilmasang iloji bo'lmayapti. Men ham ishli. Ko'chaga chiqsam, odamlar bilan chalg'iyman. Keyin hammasi yaxshi bo'lib ketar balki. Iltimos yo'di men. Hozir ishlayman desang, aniq oyijonimning jahllari chiqadi. Hozir kerak emas, uyda o'tir, sharoitlar bor, hali ulgurasan ishlashga. Uyda o'tirsam oyijonga yoqmayapman. O'tirsam o'poq, tursam so'poqman. Qiynalib ketdim. Nevara ko'rishim kerak deb gapiraveradilar doim. Bu meni qo'limda emas-ku, Yorqin aka. Bolani Xudo beradi-ku. Nimaga tushunmaydilar oyimlar shuni? Yoki tushunib tursalar ham ataylabdan qiladilar. Nega ataylab qiladilar? Oyijonim bizani baxtli bo'lishimizni xohlaydilar, farzandli bo'lsin deydilar. Uni ustiga navara ko'rgilari kelyapti. Nimasi yomon bu narsani? Endi vaqt soat kerak. Bunaqa vohma qo'rmagin. Yorqin aka, Nima? balki oyijon sizni uylantirish xohlayotgandirlar boshqasi. Umida, miyingdan bunaqangi iltimos chiqarib tashlagan fikrlarni ikkinchidan oyim yomonlayvermagin. Uchinchidan ishdan keldi. Qorni ochgandir bechorani, ovqat yemagandir, shu uyga boriy, xotinim qo'ldan ovqat yeydi kelgandir balkim, ha? Uzr. Qorningiz ochmi? Va juda ham och, osan yeb qo'yaman, ovqat qilib bermasang bor. Ovqat tayyorlab ber. Xo'p. Ey Xudoyim.
Bir tarafdan uni ham tushunsa bo'ladi. Mayli. Bir yo'lini toparman. Oyi, yaxshi keldingizmi? Yaxshi borib keldingizmi? Ha, Tinchlikmi? Nega xomushsiz? yeganlarim ichimga tushmadi. Xoldopamni uylarida shunaqangi chiroyli beshik to'ylar bo'ldi. Maza qilib o'ynashdi, kulishdi. Nevarali bo'ldim deb xursand bo'lishdi. Xolam bilan borib kelgandim. Xolayda menga kuyinib o'tirdi. Nimaga? Qani edi? Qani edi meni ham nevaralarim bo'lsa, chiroyli qilib to'ylar qilsam, hammani chaqirsam. Sen holingni qara. Turishingni qara. Bu xotining bu turishda ham senga farzand tug'ib bera olmaydi. Oyijonim. Yaxshi niyat qilaylik. Unaqa demang. Ha, yaxshi niyat qilaylik, unaqa demang. Xotining kamqon ekan-ku. Hech qachon endi unaqa farzand ham tug'olmaydi. Qo'lidan ham kelmaydi. Mana shu qizga uylanaman deb turib olmaganingda, men senga bu qizni olib bermagan bo'lardim. Boshqa qiz olib bergan bo'lardim. Allaqachon nevarali bo'lgan bo'lardim. O'zing ham mana qiynalib yuribsan. Ichingdan o'tayotganini men bilaman faqat. Men tushunaman seni. Lekin o'zing menga bildirayotganing yo'q. Oshna og'aynilaringni oldida boshing egilib qoldi, bolam. Bo'ldi. Gap shu. Bu xotining bilan ajrashasan. Oyi. Hech qachon. Tushunmadim, nima? Oilani buzmoqchimisiz? Ha? Bolasiz oila. Oilami? Oy, hali yosh bo'lsa, hali hayotimiz oldinda. Xudo xolisa hali nevarali ko'p bo'lasiz. Sabr qilaylik ozgina yana. Voy, sabr qilib yashash joningga tegmadimi, bolam? Charchab ketdim-ku, kutaverib. Bu xotiningdan hafsalam pir bo'ldi. Bo'ldi, ajrashasan. Yo'q, oyi, iltimos. Bu fikrni kallangizdan chiqarib tashlang, iltimos. Hozir yonimizda turishingiz kerak, bizga dalda bo'lishingiz kerak. To'g'ri, oyi, sizni ham tushunib turibman, xo'p. Lekin umida sizga hech kim emas. To'g'ri, deylik. Lekin men siz farzandingizman-ku, oyijon. Nahotki mana shu xotiningni deb bir umr farzandsiz o'tmoqchimisan? Oyi, nima qilsangiz qiling, lekin men umida bilan ajrashing. Bola tushmagur-a. Peshoning sho'r ekan. Uncha xotinini yaxshi ko'rmasa bu bola. Uyimda halovatim yo'q, o'rtoq. Umida ham qiynalib ketdi. Nima qilish bilmayman. Ha, yaxshi ish bo'lmabdi. Bilasanmi, shunaqa payt otam yo'ligi bilinadi. Otam bo'lganda har qanaqa vaziyatdan to'g'ri yo'l ko'rsatgan bo'lardilar. Bolam, yoningdaman deb dalda berib. Bas. To'g'ri aytasan, o'g'aynim. Otani o'rni baribir bilinadi. Xotinim kechasi bilan yig'lab chiqadi. Sezdirayman deydi. Lekin qatta. Ko'raman, bilaman. His qilaman. Bilmayman nima uchun.
Lekin ikkinchi bolamizni asrab qololmadik. O'zini o'zi yeb bitirayotganini sezam. San ham indamay turmagin-da og'ayni. Nima qildiysan? Ha? Hamma chorasini qilib ko'raman, lekin foydasi bo'lmayapti. Qiynalib ketdim. Ha, yo'li ko'p-ku. Nimaga o'zingni hech nima qilolmagandek tutib turibsan? Mehribonli uyga borasan. Yangi tug'ilgan chaqaloq borib, olib kelasan, boqasan, katta qilasan. Bo'ldi. Yaxshilab o'ylab-ku. O'ylab gapiryapsan. Qanaqa qilib birovni bolasini olib kelib, uni katta qilish aqlga sig'adigan taklif emas bu. O'ylab gapir. Orqan, bitta yetimni boshini silasang, Xudo senga marhamatini ko'rsatadi. Meni ham xolam 11 yil befarzand yashadi. 11 yil tasavvur qilyapsanmi? Borib bola asrab olishdi. Mana Xudoga shukr, hozir farzandli bo'lishdi. Sen yaxshilab o'ylab ko'r. Taklifi bor. Ozgina shoshilyapman. Bo'pti, o'rtoq qilmaginda gaplashamiz, erta ishda ko'rishamiz. Rahmat. Rahmat, rahmat, rahmat. Ovqatni boshladingizmi? Bu gal ovqatni shirin qilib pishiring, xo'pmi? O'tgan gal tuzini past qilib qo'ydingiz. Undan o'tgan gal nomakop qilib yubordingiz. Hozir sinib kelgan, bilasiz? Xo'p bo'ladi, shirin bo'ladi, xudo xolasa oyijon. Undan tashqari ovqat pishirayotganingizda mehringizni bering, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Mehr bilan pishirsangiz, har qanday ovqat shirin pishadi. Gaplarimni ikki qulog'ingizga ilib oling. Choy qaynab turibdimi? Ha, qaynab turibdi oyijon. Qora choy damlab kirasiz, xo'pmi? Lekin ehtiyot bo'ling. Choyni ham ko'p sovormay, achchiq bo'lib qolmasin. Kam solib qo'ymay, Sulaymon choy bo'lib qolmasin, xo'pmi? Olib kirishdan oldin bundoq peliga solib, qaytarib, bundoq rangiga qarang, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Keyin kartoshkani sal yupqaroq arching, xo'pmi? Xo'p, uzr. Uvol bo'lmasin. Xo'p. Voy, Xolajon. Umidaxon. Shu yerdami deysiz? Suv ichib olay, chanqab ketdi. Sizni uyingizga ketib qolgansiz deb o'tiribman. Yo'q, shu yerdaman. Siz ketarmidingiz? Itni ham haydasa ketadi, lekin siz ketmaysiz. O'zi aslida opamni ko'nglari bo'sh. Bilasizmi, boshqa qaynona bo'lganda sizga o'xshagan eplab bola tug'olmaydigan kelinni allaqachon haydab yuborgan bo'lardi. Endi opam bir marta ko'z yosh qilsangiz, darrov rahmlari keladi. Xolajon. Meni ketishim shunchalik xolismi? Niyatingiz nima o'zi? Niyatim jiyanimni sog'lom, farzand ko'ra oladigan, onasi o'pmagan qizga uylantirib qo'yish. Lekin jiyaningiz buni xohlamayaptilar. Chunki jiyanim sodda, hamma erkaklarga o'xshagan. U sizni nima sababdan bu xonadonda yurganingizni bilmaydi-da. Sizni mana shu uy-joy qiziqtirishini, mana shu meros qiziqtirishini bilmaydi deb o'ylaysizmi? Bo'lmasa allaqachon ketgan bo'lardingiz. Agar siz jiyanimni rostdan ham yaxshi ko'rgan bo'lganingizda, siz uni baxtini o'ylagan bo'lardingiz. Uni kelajagini o'ylagan bo'lardingiz.
Opa, mana u qizni qarang. Yoqdimi? Voy, chiroyli ekan. Kimni qizi? Bu meni qaynisinglimni qizi. Gulruxsor. Qo'y, mana shunaqa ketib o'rgan qiz. Ham chiroyli, ham aqlli. Mana shu qizni o'g'lingizga mo'ljallayapman-da, opa. Qani edi, lekin bunga yorqin ko'nmaydi-yu. Opa, yana o'sha gapmi? Siz buni qo'yniga qarab o'tirasizmi? Shartta keliningizni haydab yuboring, bo'ldi. Senga gapirish oson. Shartdamish. Boshim qotib ketdi, miyalarim achib ketyapti. Tars yorilaman deydi. U barmog'imni tishlasam, bunisi og'riydi, unisini tishlasam, bunisi og'riydi. Siz o'g'lingizni kelajagini o'ylayotganingiz yo'q. Uni kelajagini mana men o'ylab gapiryapman. Siz uni qo'yniga qarayapsiz, shunchaki qo'ynini og'ritgingiz kelmayapti. Uni rayiga qarab 2 yildan bir yuribsiz. Nima qilay? Mana shu keliningizni shartta haydab yuboring. Bo'ldi. Qandoq qilib haydayman? Ajrashtirib yuboring ikkalovini. Xola, men tushunmadim. Siz kim ajrashtirib olmoqchisiz? Voy. Ke yorqin, yaxshimisan? Xola, men tushunmayman. Namuncha chiz qora. Yo bizga dushmanmisiz, a? Bu nima degani? Qachon sizlarga dushmanlik qildim? Seni baxtingni o'ylab shu ishlarni qilyapman. Baxtimni o'ylayapsiz. Albatta. Rahmat sizga. Agar baxtimni o'ylaydigan bo'lsangiz, meni hayotimga umuman aralashmanglar. Bolam, bu nima? Buningizni bilmay men bilan bunaqa gaplashyapti. O'g'lim, yorqin. Xolang bo'ladi-ku. Niqa gaplashma xolang bilan. Oyi, nimaga hamma kelib bizga xo'jayinchilik qiladi, ha? Bo'ldi, bolam, o'zingni bos. O'zimizning hayotimiz bor. Hech kim aralashmasin, iltimos. Menga qara. O'zi nimaga sen xotinlari gapiga aralashyapsan, a? Unda erkak bo'lib, xotiningni eplagan, yana karlashing olamni buzadi. Xola, iltimos sizdan jahlimni chiqarmang. O'zimni dardim o'zimga yetib turibdi. Sizniki ortiqcha. Bo'ldi, bolam, o'zingni bos. Eng katta ayb sizda. Har bitta ko'chadagilar gapiga quloq solasiz. Har bittasi bizani baxtimizni ko'ra olmaydi. Ig'vo chiqaradi. Bo'ldi, bolam. Nimangni ko'ra olmaydi? Baxtimizni ko'ra olmaydi deysanmi? Nima sen mana shu tug'mas xotining bilan baxtlimisan, ha? Qaysi baxtingni gapiryapsan? Voy tavba. Bu kelin bu xonadonga baxt olib kelgani yo'q. Aksincha baxtsizlik olib keldi. Shu kelin kelgandan beri opam yig'lab adoyi tamom bo'ldilar. Senlar nimani bilasanlar? O'zingdan boshqasini o'ylamaysan. Bo'ldi, Karomat, sanam oshirib yubording. Menga qara, jiyan. Bunaqa meva tugib, pishmasdan to'kib yuboradigan daraxtga o'xshaydigan xotindan voz kechish kerak. Xola, bo'ldi, bas qiling. Ortiqcha gapiraverasiz hozir. Bo'pti. Ketdim men. Keliningiz ovqatini olib kelmaydimi? Ovqatni ham yemayman, kerak emas, bo'ldi. Karomat, to'xta endi. Bo'ldi, ketdim. Endi kelding-ku. Senim Kerak bo'lsa borarsiz. Всё, bo'ldi. O'rgildim. Baxtliymish. To'xtagin. Karomat, to'xta. O'tirsang bo'lardi ozgina. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Umida. Chiqib ketdimmi? Yorqin aka, dunyoda sevib topganim va baxtli qila olmaganim. Men oilamizni saqlab qolishga urindim. Lekin qo'limdan kelmadi. Boshqa kurashishga kuchim ham qolmadi. Va uyni tark etishga qaror qildim.
Bu ketishim aslo o'zimni o'ylaganim emas. Aksincha, o'zimdan ham ko'proq sizni o'ylaganimdir. Baxtingizni toping. Yaratgan egam sizga ko'p shirindan shakar farzandlar bersin. Sizga baxt tilab qoluvchi Umida. Umida. Qattasiz qizim, Umida? Uf. Ha, bolam. Tinchlikmi? Nima bitirish? Umida qani? Qarasam oshxonada ham yo'q. Bilmaysan qayerda u? Ketdi. Ketdi? Qayoqqa ketadi? Nimaga ketadi? Butunlay tashlab ketdi. Sizni xolamni tabriklayman. Chunki Umida tashlab ketdi. Butunlay ketdi. Gap so'zlardan to'yganidan ketdi. Meni yolg'iz qoldirib ketdi. Buncha chiroyli? Chiroylimi? Lekin bilasanmi? Sen undan ham chiroylisan. Gap ochig'i. Oydanda go'zalsan, kundanda go'zalsan. Kerak bo'lsa, mana shu tabiatdagi barcha chiroydan ham go'zalsan. Rostdanmi? Ha, Rahmat. ha aytgancha. Mana bu ham senga. Voy, mengami? Ha, boshqa hech kim yo'q. Albatta senga. Rozimisan? Bilmasam. Nimani bilmaysan? Yorqin aka, sizga bitta gap aytaymi? Mayli. Men o'qishga topshirmoqchiman. Xo'p. O'qishga topshirish bo'yicha kitoblar ham sotib olmoqchiman. Xullas o'qimoqchiman. Siz bunga qanaqa qaraysiz? To'g'ri qarayman, yaxshi qarayman. Mayli. Nasib qilsa o'qiysan. Muhimi seni baxtli qilaman. Xavotir olmagin. Umida. Siz Iltimos. Meni tashlab ketma. Menga keraksan.